Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshi assalom. o'tiribsizmi? Rahmat, kel o'g'lim, kel. Hadi, men pulni olib qo'ying. Yoningizda tursin. Tinchlik bolam. Bu pulni menga nima keragi bor? Men kecha Alo. Jon, Ha? kelishingizda ikkita qovun somsoli keling. Xo'p. Rosa yegim Xo'p. kelyapti-da. Albatta boraman. Xo'p. Yo'qmi? hadi Xo'p. hammasini o'ylanmanu aynan shu narsaga kelganda hayolimdan ko'tarilib qolibdi. To'g'ri aytasan bolam. Masjiddan kelayotganimda gohida onang otasi kelayotganingizda somsa olib keling deb zakaz qilib qoladi. O'zing bilasan. Nevaralarimni bog'chadan olib kelayotganimda gohida bolalarim "Voy, dada, magazinga kiraylik, narsa olib bering" deydi. Kirib turib, magazindan narsa olamiz deb shundoq cho'ntakka qo'limni tiqqanimda cho'ntagimda pul bo'lmaydi. Bilasanmi bolam? Pensiya ham kech kelib qoladi-da. Ana shuning uchun cho'ntakda bo'lmaydi. Buning uchun rahmat senga bolam. Agar senga og'irlik qilmasa, mayli bolam, olaman. Ota qaraganda bolalar otani cho'ntagidan xabar orttirsa yomon bo'lmas ekan. Alloh o'g'lini topganiga o'zing baraka bergin. Hadi, sizga ancha paytdan beri bir narsani aytolmayapman. Nimani aytolmayapsan? Qani gapir. Hadi, sizni yaxshi ko'raman. Maylimi? Shuni aytolmayapsanmi? Bag'rimga bossam hadi. Yaka bolam, voy, shuni aytolmayapsanmi asal bolam? Bolalaringga bosh bo'lgan ilohim.